Biz ilgili dersimizde hesaplaş maşinesi yoki hisoblag'ichni Androidda qadamma-qadam yasab chiqdik. Endi men bugun sizlarga buningki butkul yaslash jarayonini bir videoda tanishtirib o'taman. Oldi bilan yasamoqchi bo'lgan hisoblag'ichimizni bir tanishtirib o'tay. Bu hisoblag'ichning ust tarafda ekran raqamni ko'rsatadigan bir ramka bor. Ondan 4 red 5 qur konuklar bor. Qarasak mavi ekran ikki red konuklarning egizligida. Ondan biz raqamni bossak bu hisoblag'ichimiz raqamni chiqarish bilan birga uyg'urcha o'qib bera oladi ovozliq. Bu sonlarni muammilini anamki machiki tang degan shu gaplarni hammani uyg'urcha talaffuz qilib bera oladi. Anamki 4 amalning hisoblashlarini yapib bera oladi, firistani hisoblashni yapib bera oladi degandek shunday ixtiyorlarga bir hisoblag'ich. Endi buni yasashni biz boshlab o'taylik. Biz yangidan bir project quraylik. Hem ishni noldan boshlaymiz. Bu projektni biz quruq activity deb boshlaymiz. Buning ismini hisoblag'ich qo'yaylik. Hisoblag'ich qo'ydik. Endi birdan saqlasak projektningki hujjatlari tayyor bo'ladi. Yangi projekt qurilib bo'ldi. Qurilib bo'lgandan keyin endi biz ko'rinma yuz laylashni boshlaymiz. Ko'rinma yuz laylaydigan ko'znakni ko'rinma yuzning kodini ichib oldik. Biz bu qarasak hisoblag'ich 4 reddan 5 qur ko'rinib bor. Bir katakchisimon o'sha yeyilma bo'lsa katakchisimon yeyilma yoki grid layout ishlatib laylasak bu hisoblag'ichning ko'rinma yuzini grid layout ya'ni katakchisimon o'sha yeyilma shuni qo'llanib laylasak nisbatan oson bo'ladi. Shunga biz bu concentrate layoutni grid layout o'zgartiramiz. Grid layout o'zgartgandan keyin endi buni har qurida 4 dan ko'rinib bor. Shunga biz bu red soniya deganni 4 deb belgilaymiz. Red sonini 4 deb belgilatgandan keyin 2 bo'lib olsak laylangan ko'rinmaydi, ko'rinadigan bo'ladi. Endi text view ishlatmaymiz. Shu buni chiqarib turaylik. Endi buning ichiga eng oldi bilan konukdan bir tal layla olsak, konukdan bir tal layla olgandan keyin barliq konukni ashi bir xil bir konukdan ko'paytirib tayyor qilsak bo'ldi. Konukdan birni kirdik.
Endi buningki kengligi biz bunun kengligini bekitishda qarasak ekrandan 4dan 1chilik o'rin egallisi bo'ladi. Şoňa her bir knopkaning kengligini bir nisbat dep şundaq alamiz. Şoňa buning kengligini 0 qilib, nima o layout weight degan narsani bir qilsak, bir nisbatda bo'ladi buning kengligi. Endi egizligi nima? Biz shundaq hamma ko'rib bilmay, ama ekranni cho'ng yasasan, taqsimlaydigan qilib, buni egizligininki nisbat qimmati bo'yicha 1 dan nisbat egallaydigan, matematik ramkasidan 2 nisbat egallaydigan undaq shaklda aylaymiz. Şoňa bu yerda maning layout height degan mahasligim 0 oldu. Andan keyin mawo bu ko'rinmizde bir nisbat egallash uchun her bir retninki biz kolon weight degan xaslikni bir qilsak bir nisbatdan egallaydi. Andan egizlik nima o'xshash usulda buni 0 qilib bitib, andan buning row height degan qur row weight qurninki egallaydigan nisbati bu bir nisbat o'rnini egallasa onda bu şekilde. Birlam konuk bo'lgan ki ekranga to'lib chiqdi, konukni ko'paytgan ekan u o'zi muvaffaqiyatga chiqdi. Hamda konukning shakli egizlik kengliklarga qimmat bekitib boldik. Hamda buning teksti tekstning qanday shaklda ko'rinadiganligini bilish uchun biz o'zlashtirib 0 deganni yozib, buning cho'ngligini xat cho'ngligini 30 qilayli. 30 qilgandan keyin ko'rinmamizga qarab baqsak, cho'ng kichiklikka asosan teng bo'ldi shunday. Ko'rinmamizni 30 qilib bo'lgandan keyin konuk bilan konukning orasida ozroq oraliqlar qarsanglar. Şoňa oraliqni qo'yish uchun margin degan xaslikni ishlatib, buni 2 deb qilaversak, girveklarda 2 dan oraliq tashlaydi. Andan keyin biz konukni boshqa vaqtning o'zida bir main activity'ning ichida bir funksiyada buni filtrab qilaylik. Şoň bununla funksiyadan buni qurib olaylik biz. Bu funksiyani konukni beslaganda bas degan şu funksiyani ishlatadigan bo'lsin. Bu on click'ten ishlatish uchun buning shunaq view'da parametr bo'lish kerak. Hamda buni izolab bo'lgandan keyin konukka beslaganda degan on click degan odisiga bosgan funksiyani to'g'rilab qo'yamiz. Shunaq qilsak, konukning loyihasi tugadi. Hamda ekranda 4 rad 5 qur konukka var, ya'ni 20 konukka var. Şoňa biz mani 2 3 4 4 oldu. Hamda 4'i bir qur bolgandan keyin 4ni bir köçürüp elep, hamda yana geçersek 2 qur oldu. 3 qur 4 qur 5 qur. 5 qur konukni hazır o'runlashtirib boldik. 5 qur konukni o'runlashtirib bolgandan keyin bu konukning ustida ko'rinmasiga qarasanglar, o beslagan raqamni ko'rsatib berdiganga bir tekst ramkasi var. Hamda tekst ramkasini text view ishlasak bo'ldi yoki edit view ishlasak bo'ldi. Hamda edit view ishlatayli. Edit view ishlatgandan keyin buningki egizlik kengliklarni uzunluq kengliklarni konukni belgilagan shundaq usul bo'yicha belgilaymiz. Şoňa uzunluq kenglik narsalarni ko'chirib, ko'chirgandan keyin
Bunun row weight yani qurninki nisbatini 2 nisbat deydi. Qur nisbati x'rek bo'ldi. Ana qarasak, bu bizning tekst ramkamiz 1 2 3 4 ramkaning o'rnini egallash kerak. Ya'ni 4 rat o'rnini egallash kerak. 4 ratni egallash uchun kolon nisban degan xoslikni 4 qilib qo'ysak, bu 4 rat o'rnini egallaydigan bo'ldi tekst ramkamiz. Endi tekst ramkamizning ichiga tekstdan birini qo'yib, buni nol deb tekst qo'ysak, tekstdan kichik bo'ldi. Uning xatni cho'qish uchun to'g'rilab olaylik. Text size deganni 40 atrofida qilsak, mana bilan asosan o'xshashlar bo'ldi. Ondan ma'noni qarasak, tekst sal tomroq holat ekan. Tom qilmoqchi bo'lsak, yoki font familyga tomroq xat nusxasi to'g'rilab qo'ysak bo'ldi, yoki weight degan font text weight degan xoslikni font weight degan xoslikni shu tom deb belgilasak bo'ldi. Tomlikning qimmatini fontniki shu tomni inchik mushoq qimmatini bersak bo'ladi. Biz bu yerga font family degan ishlataylik. Font family desak, Androidniki normalda ishlatilgan xat nusxalari bu yerga chiqadi. Biz normalda biz font family ishlataylik. Font familyda black deganni yozsak, black nisbatan tom shaklda chiqadigan xat nusxasini black qo'shilgan bo'ldi keyiniga. Shu black deb yozib, ammo sans serif black degan bu yerdagi tekst nisbatan tom chiqadigan bo'ldi. Endi biz ko'nikmalarga ko'rinmadagi bo'yicha tekstlarni belgilab ketaylik. Birinchi ko'nikmaning teksti nasıl ekan? İkinci ko'nikma %. Üçüncü ko'nikma plus minus. Dördüncüsü bölüş. Bölüş belgisi, ko'paytirish belgisi degandek narsalar normalda ko'nikma taxtasida chiqmaydi. Uni Google'dan izlesek de buldu. Google'dan aşk belgelerini izleyle. Mesela bölüş belgesini division sign'da belgelenizde bakalım konuşan hatırı bakayım. Division sign'da bula buna köpeksek buldu. Geçirip ekip koysak bölüş belgesi çıkıdı. Bölüş belgesinden keyin qarasak 7 8 9 köpeği çıkarken bu 7, bu 8, 9. Anladığım için köpeği işlemi okşaşla Google'da dep multiplication sign desek köpeği belgesi çıktı. Köpeği belgesini ama 9'dan keyin köpeği belgesi. Davran için köpeği belgesi ama 0'ning o'rniga kıyas buldu. Hem de 3. kor 4 5 6 minus. Yoki elish belgisi 4 5 6 ondan elish belgisi. Ders xato bo'libdi.
5 6 iniş belgisi. Bunun asli kurda 1 2 3 qo'shish belgisi. 1 2 3 qo'shish belgisi. Qo'shish belgisining o'rni bir atrofga ketibdi, men yozaylik. Qo'shish belgisi. Eng asli kurdan 0 cheket 0 cheket o'chirish belgisi. O'chirish belgisi degan nima? Bu yerdan backspace sign deb yozsak chiqadi. Backspace sign chiqib qolgan ekan. Mana yerdan backspace sign ko'chirdik. Belki yaptık. En ahırkı belgemiz tanık belgisi. Şuna qilib bizning hisoblagichning ko'rinma izlaylash bosqichimiz o'sha tamomlandi.